Qaynonam o'g'illari bilan turmush qurganimizga ro'ppa-rosa 300 kun bo'lgani munosabati bilan iftorlikdan keyin yeyishga shu pirojnidan tayyorlab berdim. Har 30 kunligimizga bento tort qilardim. Boy erinchoqligim tutdi. O'ylab qarasam, shu pirojni ancha osonroq ekan. Retseptini sizlar bilan ham bo'lishaman. Assalomu alaykum. Ishimizni tuxum bilan shakari birinchi aralashtirib olishdan boshlaymiz. Ketidan o'simlik yog'i, qatiqni solib yana aralashtiramiz. Kelangan un, kakao va razrixlitselni qo'shib, tomoqlari ketib, xuddi shunaqa quyuqlikdagi massa bo'lguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Duxovka listiga hamma joyga teng yoyib joylab, oldindan tepa-pasti teng yoqilib qizib turgan duxovkaga 10-12 minutga pishirish uchun yuboramiz. Pishgan biskvitimizni sovitishga qoldiramiz. Bu orada esa kremini tayyorlab qo'yamiz. 45% qaymoqqa Elit firmasining ham ishonchli, ham budjetli Masha va Medved zugushoniy molokolari yoki varyoniy molokolardan solib, qattiq bo'lib quyilgunicha mikser qilib olamiz. Sovigan biskvitni teng o'rtasidan bo'lamiz. Orasiga krem, ustiga esa shokoladli pasta surtib chiqamiz. Yana xohishingizga qarab mevalar yoki shokoladlar bilan bezatib olsangiz bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha. Sizni to'yingizga necha kun bo'lganini ham yozib keting.